Davom etamiz. Respublika kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan reja jadval asosida yurtimiz bo'ylab mahallalar kesimida xatlov jarayonlari o'tkazilmoqda. Xo'sh, uy-joy xatlovida fuqarolarimiz qanday yo'l tutishlari kerak va uning yurtdoshlarimizga qanday imtiyozlari bor? Muxbirimiz kadastr agentligi Jizzax viloyat boshqarmasi o'tkazgan press tur misolida so'z yuritadi. Ayni paytda Davlat kadastrlar palatasi Jizzax viloyat boshqarmasi va uning tuman shahar filiallari tomonidan keng qamrovli yalpi xatlov ishlari olib borilmoqda. Hozirgacha mulk huquqi to'g'risidagi 28313 ta hujjat UZCAD dasturiga kiritildi va jami 17244 ta obyekt hujjati avtomatlashtirilgan e'tirof tizimiga o'tkazilgan. Press tur davomida xatlov ishlarini o'tkazish bilan bog'liq jarayon Zomin tuman Nurafshon mahallasida joylashgan aholi xonadonlarida namunali tarzda ko'rsatib berildi. Tuman kadastr bo'limi xodimlari kelib, muhtaram prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qonun asosida, aksiya asosida, mana meni xonadonimni ko'zdan kechirib chiqishdi. Meni xonadonim haqiqatan 11 sotix, 6 sotiqga qonuniy to'lov kelaman, egalik huquqi bo'yicha. 5 sotiqga egalik huquqi bo'lmaganligi uchun qo'shimcha pul to'lov kelaman. Ertaga tuman kadastr bo'limiga borib, berilgan hujjatlarni beraman. Ular menga o'sha xonadonda 11 sotiq xonadonni hammasini ro'yxatga olishib, hujjatlashtirib, menga xabar berishadi. Asosiy narsa bu muhtaram prezidentimiz tomonidan aholining sharoitini yashash sharoitini, qulayliklarini juda bir rivojlantirib beradigan, yaxshilab beradigan tashabbuslardan biri deb hisoblayman. Kadastr agentligi va kadastrlar palatasi Zomin tuman bo'limida esa xatlovga olingan ma'lumotlarni elektron bazaga kiritishdan to uy-joyga egalik huquqini olgunga qadar bajariladigan hujjat ishlari ketma-ketligi, jarayonda davlat va jamoatchilik vakillarining o'zaro hamkorlikdagi tadbirlar mohiyati bilan bog'liq barcha savollarga atroflicha javob berildi.